Qizlar, sizlar uchun bo'lishmoqchiman. Tabiat mo'jizasi deydik. Mana mo'jiza 9 haftalik bola. Qanaqa ko'rinadi o'zingizda? Mana 9 haftalik bolacha mana shunaqa ko'rinadi. Yurakchalari urib turgan holatda bo'ladi. Biz nimalarni baholaymiz? Baholagan vaqtda mana bu plotniy yechsomizani baholaymiz va jeltochniy mishokchalari bor mana. Bolada уже xaotik harakatlar paydo bo'lgan. 3 sm endi bo'ladi, 29 mm. Mana oyoqchalari, kichkinagina oyoqchalari mana paydo bo'lib boshlagan, oyog'ini tekchasigacha mana tovonchalargacha bor. E'tibor berib ko'radigan bo'lsak, qo'lchalari paydo bo'lib boshlagan, yuraklari urib turibdi kichkinagina. Mana mo'jizachamizni ko'rdinglarmi? Uzoq eshitib bo'lmaydi. Mana shu narsalarni ko'ramiz. Yana plus matka tozaligini, sheyka yopiqligini, miyoma yo'liklarini va tuxumdonli holati ko'riladi. Sizlar ko'rgan bola 9 hafta 6 kunlik bolacha. Qani